Assalamu alaikum hürmetli televizyon köküçüler. Uygur televiziyasının gündelik haberlerini görüşünle karşılamız. Xitayning yük poyezi Ankara'ya yetib keldi. Qashqar Guadar koridorining Amerikada o'tkazilgan uy-mulk bozoriga xaridor chaqirish yig'ini norozilik uchirdi. Erdo'g'an 11 noyabr kunini milliy ko'chat tikish kuni deb jakarladi. Iroqdagi namoyishda 254 odam jonidan ayrildi. Tövəndə diktan xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Xitayning Xi'andan yo'lga chiqib, Marmara temir yo'ldan o'tib Yevropaga boradigan tunji yuk poyezi 6 yanvar kuni Anqara poyez stansiyaga yetib keldi. Turkiya Tashqi ishlar ministrligi Xitoydan Yevropaga qarab yo'lga chiqqan yuk poyezining Anqaraga yetib kelganligi to'g'risida yozma bayonot e'lon qilib, Xi'an shahridan yo'lga chiqqan Xitoy temir yo'l ekspress poyezi 6 yanvar Anqaraga yetib kelganligini bildirib, Turkiya davlatining ijro qilgan Sharq bilan G'arb o'rtasidagi bog'lanishchanligini taraqqiy qildirish nishonining yangi o'rnak ekanligini, Türkiye'nin yaqin yillarda qatnash asosini taraqqiy qildirish orqali Osiyo bilan Yevropa o'rtasida izchillikqa ega bir-biriga bo'lgan bog'lanishchanligining taraqqiyotiga cho'ng hassalarni qo'shganligini ta'kidlab, maqsadga eng unumli xizmat qiladi deb qaralgan va hozirdan o'tadigan Sharq-G'arb o'rta koridori doirasida rayondagi sheriklari bilan birlikda zarur qadamlarni davomlashtiradiganligini eskartgan. Türkiye qatnash ministri Cahit Turhan mazkur poyezdning 42 yuk avtomobiliga teng keladigan elektronlik mahsulotlarni to'shmanganligini, poyezdning 820 metr uzunlikda ekanligini, 42 konteyner borligini, 2 qit'a 10 davlat va 2 dengizdan o'tib 11483 kilometr yo'lni 12 kunda bosadiganligini bildirdi. Yuk poyezi Turkiyada Ahilkelek, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul va Kapikola qatorliq joylardan o'tadi ekan. Pakistanning Guadar porti Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorining eng halqaliq tuguni bo'lib, Xitoy koridor bo'yidagi Uyg'ur, Baldiston va Balujiston yerli xalqlarining qarshilikka uchrayotgan mazkur koridor qurilishiga 62 milliard dollar mablag' sag'an. Xitoy bilan Pokistonning plani Guadarni O'rta Sharqdagi muhim dengiz porti qilib qurib chiqish. Navbatda Xitoy bilan Pokistonning Guadardagi uy-mulk qurilishini xalqaro bozorga silib, g'arblik mablag' sag'uvchilarni jalb qilayotganligi ma'lum. Ma'lum bo'lishicha, Guadar portidagi uy-mulk savdosini xalqaro bozorga selish huquqi Markaziy Londondagi Xitoy-Pokiston mablag' selish shirkatiga o'tdiga berilgan. Navbatda bu shirkat Amerikada har xil savdogar chaqirish yig'inlarini uyushtirib, mablag' savdochilarga Guadar uy-mulk bozoriga mablag' selishning qanchalik foyda keladiganligini tushuntirmoqda ekan. 5 noyabr kuni mazkur shirkatning Amerikadagi Uyg'urlar nisbatan ko'p o'ltiraqlashgan Virginia shtatining Fairfax nahiyasida xaridor chaqirish faoliyatlarini o'tkazishi bilan bir guruh Uyg'ur yoshlari qatnashgan bo'lib, yig'inda mazkur qurilishning Uyg'urlarni lagerlarga qamash, ularning madaniyati va turmush usulini vayron qilish badaliga yo'l qo'yilayotganligini, shirkatning va mablag' sag'uvchilarning bu tragediyaga ko'z yummaslik kerakligini o'tirib qo'ygan. Oxirida yig'in ahli va yerli xalqning noroziligiga uchragan. Atalmış Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlarining noroziligiga uchrab qolmay, Amerika va Hindistondagi davlatlarning hushyorligini qo'zg'agan. Ular Xitoyning Guadarni savdo va harbiy ishlarga teng ishlatadigan dengiz porti qilib qurib chiqishi mumkinligini ilgari surib kelgan. Ba'zi analizchilarning qarashicha, Xitoyning Pokiston qarta qarz diplomatiyasini yo'l qo'yib, qarzga bo'g'ib qo'yish orqali o'zining planiga ma'qul keltirishga urinmoqda ekan. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo o'tgan yili Pokistonni bu to'g'risida qattiq ogohlantirgan edi. 5 noyabrdagi savdogar chaqirish yig'inida Uyg'ur faoliyatchilar bu masalani o'tirib qo'ygan. Turkiya Cumhur Raisi Recep Tayyip Erdo'g'an har yili 11 noyabr kunini Turkiyaning milliy daraxt tikish kuni sifatida tabriklaydiganligini jakarladi. Cumhur Raisi Recep Tayyip Erdo'g'an 11 noyabr daraxt tikish safarbarligi munosabati bilan tarqatilgan hujjatda Turkiyaning 78 million gektarlik yuz o'lchami bilan ekologiyalik nuqtasidan aytganda mo'l turlarga ega ekanligini, bu mo'llik ichida o'rmonlarning tur va xilma-xillik jihatdan muhim o'rinda turadiganligini eskartib, o'xshash vaqtda ko'chat tikish faoliyatining uyushtirilganligini va 81 viloyatda 2023 nuqtada 3 soat ichida 3 million ko'chatning tuproq bilan uchirishini va dunyo rekordini nishon qilganligini, 7 dan 77 yoshgacha bo'lgan barliq kishilarning har turli xolisona yordamlarni qiladiganligini bildirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Irak işxanası 25 oktyabrdan 4 noyabrgacha Irak namoyishlari nomli dokladni e'lon qilgan. Mazkur dokladda Irakning Bag'dad bosh bo'lib, o'rta va janubiy qismlarida davomlashayotgan namoyishlarning ikkinchi bosqichida yana 97 kishining jonidan ayrilganligini, minglarcha kishining yaralanganligi, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın namoyishchilarning bir qator haq-huquqlarining dafsanda qilinganligini bayqaganligi, xavfsizlik kuchlarining gaz bombalarining 16 namoyishchining o'limini keltirib chiqarganligi, xavfsizlik kuchlarining qurolsiz namoyishchilarga gaz bombasi ishlatishini hech bir shaklda oqlag'il bo'lmaydiganligini bildirgan. Iroq xalqi ishsizlik, chiriklik va ommaviy xizmatlarning yetersizligiga norozilik bildirish uchun davlatning har qaysi joylarida namoyishlarni o'tkazmoqda. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.